Assalomu alaykum navoiy akalar. Hozir 3 talik stanok tayyorladik. Bir qator sinov jarayonini o'tkazyapmiz. O'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Mana. Uch silindrli bo'ladi bu. 6 ta doirali bo'ladi. Xo'p, akalar, endi 800 grammli Samarqand noniga qilingan qattiq xamirni yasab ko'rib o'tamiz. Mana stanogimizda. O'zlaring guvoh bo'lasizlar. Xo'p, akalar, mana 800 grammli xamirimiz tayyor. Mana qo'yamiz. Mana bu qolipimiz birinchi tekizlab beradi. Narigisi u pechatini urib, naqshini chiqarib beradi. Bunisiga chekich qo'ymadik hozircha. Sinov jarayon bo'lgani uchun qator o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Mana holatda yasaldi Samarqand noniga qilingan stanogimiz. Navoiy akalar, kimga mana shunaqa 3 silindrli non stanog zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu stanogimiz Samarqand shahriga ketadi, xudo xolasa egasiga eltib olib borib beramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring narx-navosi bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tamiz.